Hozir Instagramda biznes boshqaruv bo'yicha, biznes tizimlashtirish bo'yicha juda ham reelslar ko'payib ketgan. Ba'zilarini mutaxassislar gapirib chiqyapti, ba'zilari umuman biznesga oid bo'lmagan odamlar, ba'zilari shunchaki qanaqadir o'sha biznes haqida publiklar qo'yishyapti. Shuning uchun komanda mashhur bo'lib ketgan reelslarni topishdi. Ularga men bugun fikr bildiraman. O'sha fikrga qo'shilamanmi, yo'qmi va taniqli spikerlarni ham reelslarini bugun ko'rib chiqamiz. Men ismim Ravshan Turgunov. Men oxirgi 5 yildan beri biznes tizimlashtirish bilan shug'ullanaman. Biz Odoo ERP'ning O'zbekistondagi rasmiy partnyorimiz. Biz bizneslarni management hamda IT taraflama tizimlashtirib kelyapmiz. Qani boshladik. Birinchi bizani reelsimiz. Xodimga ish buyur orqasidan o'zing yugur. Shu muammoni qanaqa hal qilsa bo'ladi? Xodimlar 3 ga bo'linadi deymiz. 08, 1 va 1-2 xodimlar. Orqasidan yugursangiz, ish buyurgandan keyin bu 08 xodim. Bular xodimlardan voz kechishga harakat qilish kerak. 1 yoki 1-2 xodimlar bor. 1 xodimlar bular ish buyursangiz aytganingiz qilib keladi. 1-2 xodimlar ish buyursangiz aytganingizdan oshig'i bilan qilib keladi. Har doim tadbirkor vazifasi shu 1 va 1-2 xodimlarni yollash. 1-2 xatni topaman. 08 xodimlar o'zi zo'rg'a kelyapti deydigan tadbirkorlar bor. Bir kasal doktorga kelgan ekanda, doktor aka debdi, "Men tumushasam og'riyapti, bu tumushasam og'riyapti, bu tumushasam og'riyapti, bu tumushasam og'riyapti" degan ekanda, qarasa barmog'i singan ekan. Nimaga xodimlar kelmayapti sizga desa, menimcha bir ko'zguga qarab qo'ygan yaxshi. Balkim barmog'i singandir. Yana bu muammolar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Xo'p, Alisher aka, to'g'ri gapirganlar. Biz buni ABC xodimlar deymiz. A kategoriya, B kategoriya, C kategoriya. C kategoriya shu aytsangizdan yaxshi qilmaydi. B kategoriya xuddi aytganingizdek qiladi va A kategoriya bular aytmasangiz ham o'zi qiladiganlar, nima qilish kerakligini, qanaqa qilish kerakligini biladiganlar. Afsuski A kategoriya bu 5% maksimum 10% bo'ladi. Aksariyat B, C kategoriya bo'ladi. Misol uchun 50-60% bu sizda B kategoriyasi bo'ladi. Shu aytganingizdek, o'sha qanaqa aytsa shunaqa qiladiganlar. C kategoriya eng yomonlar. Albatta C kategoriyani biz doim ishdan bo'shatib, sekin-sekin o'sha tozalab yurishimiz kerak. Ya'ni eng yomon xodimni har oy bo'shatishni men ham tarafdoriman. Lekin ana bu yerda aytilayotgan narsaga men sal boshqacharoq qarayman. Har oy, misol uchun siz zo'r xodimlarni jalb qilish bu sal qiyinroq masala-da. Bozorda yaxshi xodimlar kamroq. Men nima tarafdoriman? Reglamentlarni, biznes protseslarni yozib chiqib, mana shu xodimlarni kuchaytiradigan qanday tizim yaratish tarafdoriman. Chunki ko'chadan oladigan istalgan xodimingiz oddiy pozitsiyalarga, ya'ni hunarsiz, o'sha ma'lumotsiz keladigan pozitsiyalarga bu C xodimlar keladi. C xodimlar kelganida sizda to'g'ri reglamentlar, to'g'ri o'sha ishlar, обучающий protsesslar, LMS deyiladi, learning management system bo'lsa, bularni joriy qilsangiz, C dan B'ga o'tkazadigan tizim yaratsa bo'ladi. Lekin A kategoriya bu menimcha tug'ma, ular tayyor bo'lib kelishi kerak, ya'ni ichidan yonadigan xodimlar. Lekin umumiy bu gaplariga qo'shilaman, shunchaki mana shuni qo'shimcha qilib ketgan bo'lardim. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, ba'zi tadbirkorlar ularga o'sha A, B xodimlar kelsa ham o'sha xodimlarni C deb qabul qiladi. Ya'ni o'sha Alisher ketganda 08 deb qabul qiladi. Bu yomon ishlaydi, bu raso, ya'ni kompaniya o'zi tizimi yomon, o'shaning uchun o'tda misol uchun A xodimlar uncha ko'p qolmaydi yoki ularga muomala yomon bo'lishi mumkin. Shuning uchun ya'ni to'g'ri xodimlarni olishingiz kerak, lekin o'sha to'g'ri xodimlar ishlaydigan tizim ham yaratishingiz kerak. Kuchli xodim tizim kompaniyada uncha ko'p qolmaydi. Nega eng yaxshi xodimlar ham ishdan ketib qoladi? Buni umuman pulga aloqasi yo'q. Asosiy sabab hozir aytadigan 3 ta muammoyimda. Birinchisi, kompaniyada rivojlanish yo'qligi. Kuchli xodim bir joyda o'sish ko'rmasa, yangi marralarni boshqa joydan qidirishni boshlaydi. Ikkinchisi, ish joyida qadrlanmaslik. Mehnati munosib e'tirof etilmagan mutaxassisning ishga bo'lgan energiyasi pasayib ketadi va bu ham ishdan ketishga sabab bo'ladi. Uchinchisi, haddan tashqari nazorat ko'pligi. Tajribali xodim bunaqa joyda bo'g'ilib qoladi va o'zini mutaxassis emas, shunchaki buyruq bajaruvchi robotdek his qiladi. Xo'sh, sizchi hozir ishlayotgan joyingizda nima? Oybek aka, gaplaringizga men qo'shilaman. Faqat boshida men aytib ketdilar, Oybek aka, agar ana bu asosiy sabab pul emas deyaptilar. Bunaqa emas. Pul birlamchi. Pul bo'lmasa, xodim sras ketadi. Ya'ni kichkina lavozimda ishlarda pul eng muhim narsa. Misol uchun 4-5 million olayotgan odam rostdan u yetkazayotgan bo'lishi mumkin, 7-8 million, 10 million kelishi kerak bo'lishi mumkin. Keyingi sabablar bu aytilayotgan qadrlanmayotgan u sababli u pul ehtiyojlari yopilgandan keyin 100% men bunga qo'shilaman. Undan tashqari yana qo'shimchalar bor. Ish muhiti unga yoqadigan bo'lishi kerak. Ya'ni ishxonada uni o'rtoqlari bo'lishi kerak. Undan tashqari u qilayotgan ishi unga yoqishi kerak. Bizda bu narsani ustozim o'rgatganlar. Taxminan 6 yil bo'ldi bu narsaga. Shu 5 ta kategoriya bordi, ya'ni pul eng oxirida turgan edi. Chunki pul birinchi qoplanadi, keyin muhim emas. Umumiy qilib aytganda gaplari zo'r bo'ldi.
soft skill. Chegara yo'q miyada. Hozir Amerikaga eksport qoraman, Germaniyadan mamlakat olib kelaman. U qanaqa deb o'tirmaydi. Soft skill bor. Buni kim qiladi desa, zo'r hard skillli bolalarni olishgan. Siz soft skilli zo'r bo'lsa, hard skilli zo'r bo'lgan bolalar birlashadi sizda. Chunki ularning soft skill zo'r emas-da. Lekin bitta narsa bor, 80% soft skill deb o'ylayman, 20% hard skill. Nimaga? Hamma jarayondagi bilimlarni bilish kerak. Chunki u xodimni to'g'ri ishlatib, noto'g'ri ishlatib qatdan biladi. Qo'pol ketgan dunduk bo'lsangiz, hamma kelib sizni yedirib ketaveradi-da. Keyin siz o'tiraverasiz, soft skillim zo'r o'zatdi. Lekin cho'ntakda hech vaqo yo'q. Soft skill 100% muhimroq hard skilldan. Men bunga qo'shilaman. Soft skill tadbirkorligi muhim. Hard skill nimadir boshlab olish uchun. Umuman pul topayotgan odam boshida hard skill o'rganishga, ya'ni qanaqadir hunarni, misol uchun o'sha Excel'mi, Word'mi, misol uchun qanaqadir programmani, CRM'ni sotishnimi, keyin esa o'sha muomalasini o'sgan sari u ko'proq pul topa oladi. Bu narsaga qo'shilaman. Lekin mana xodimlar olayotganda odatda ko'pchilik shu hard skilldan keladi, lekin soft skilllari yo'q. Soft skilllarni o'rgatish kerak xodimlarga. Bilasizmi? 36 ming hamma bilan do'st bo'lish shart emas. Lekin hamma bilan manfaatli masofani saqlash shart. Ishxona bu qadrdonlar davrasi emas. Ishxona bu raqobat bozori. Yodingizdan chiqarmang. U yerda sizni yaxshi ko'rishlarini kutmang. U yerda sizdan qo'rqishlarini yoki sizga muhtoj bo'lishlarini ta'minlang. Ishxonada do'st orttirish bu vaqt o'g'irlanishi. Hurmat qozonish esa bu kapital. Mehr izlagan uyiga bos. Xo'p, Rustam aka, fikrlaringiz o'rinli. Ishxonaga ish uchun borish kerak. Men bunga qo'shilaman, lekin bundan tashqari statistika ham bor-da. Aksariyat odamlarning yaqin o'rtoqlari eng ko'p vaqt o'tkazadigan bu o'sha ishxonadagi hamkasblari bo'lar ekan va adashsam xodimlarning yarmisi как minimum bir martadan o'sha ishxonasida отношениялар qilishgan, ya'ni o'sha ko'plar o'zini juft halolini o'shadan ishxonadan topadi. To'g'ri, o'z ishxonada yaqin bo'lib olib, radnoy bo'lib olishni men o'zim tavsiya etmayman, lekin o'tda kuniga 8-9 soat vaqt o'tkazganingizdan keyin hamma bilan o'z xohlagan, xohlamagan tarzingizda yaqin bo'lib olasiz kimdir bilan va misol uchun siz uylanadigan yoshda bo'lganlar, ko'p vaqt o'tkazganligi uchun o'shdan ko'p ko'rgan o'sha ayolni o'shdan topadi. Hamma bilan do'st bo'lishni men tavsiya etmayman, faqat o'shda o'ziga to'g'ri kelganlar bilan masofa ushlagan ancha yaxshiroq, chunki kattaroq kompaniya ishlaydigan bo'lsangiz, eng katta g'iybatxona o'zi katta kompaniyalar bo'ladi. Chunki bir-birini unaqa muhokama qilgan, bunaqa muhokama qilgan, agar shaxsiy hayotingizni ko'p ochib yorsangiz tarqalib ketadi. Shu narsalarni men tavsiya qilmayman. Masofa ushlagan yaxshiroq va do'stlarni ishdan tashqari ham topgan yaxshiroq. Agar misol uchun ishga kirishdan oldin agar do'stlaringiz bo'lmagan bo'lsa, unda qiyin o'sha ishxonadan do'stlarni topasiz-da. Lider odam hech qachon shikoyat qilmaydi. U bahona qilib o'tirmaydi, fokusi har doim natijaga qaratilgan bo'ladi. Lider odam resurs kam deb rahbariyatga shikoyat qilib bormaydi. Boridan foydalanib yechim topadi. Lider inson muammolarni tepaga olib chiqmaydi, ko'pincha o'zi hal qiladi. Liderlik bu shunchaki mas'uliyat emas, bu katta mahorat degani. Biznes va boshqaruv bo'yicha foydali ma'lumotlar olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Qisqaroq ekan. Xo'p, Kozimxon aka aytayotdilar, lider nolimaydi va o'z yechimni topib xullas natijaga erishadi. Men 100% qo'shilaman. Noliydigan odamlar bilan umuman ishlay olmayman. Noliydigan odamlar bilan, ya'ni o'zingizdan noliydigan bo'lib qolasiz-da, doim jalbitsa qilib, u yo'q, bu yo'q, buncha bering, uncha bering. Siz hech qachon ishdan bo'shatishingiz kerak emas bo'lgan xodimlarning 3 ta belgisi. Birinchisi, o'zi bilan o'zi fikrlashadigan, ya'ni qiladigan ishini yaxshilab tahlil qiladi, o'zini o'zi savol-javob qiladi. Aslida bu telbali emas. Bunaqa xodimlar shu orqali noodatiy yechimni topishadi. Ikkinchisi, bekorchi gaplardan qochishadi. Xodimlarning ichidagi g'iybat, mayda-chuyda gaplarga aralashmaydi. Uchinchisi, qiziqqon bo'ladi, ya'ni yengilliklarga va yangi vazifalarga doim ochiq bo'ladi. Bunaqa xodimlar kompaniyada qancha ko'p bo'lsa, xudo xolasa bu kompaniyaning kelajagi porloq bo'ladi. Boshqaruv bo'yicha shunaqa foydali ma'lumotlar olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Endi qo'shilamiz, lekin bunaqa ro'yxatli qiladigan bo'lsa, 10 ta, 20 ta bunaqa xislatlarni qo'shib ketsak bo'ladi. Albatta, endi bu ijtimoiy tarmoq uchun albatta qilingan narsa. G'iybatga qo'shilmaydigan, o'zi bilan fikrlashib yuradigan hamda uchinchisi yengillikka ochiq bo'lgan zo'r toifadagi xodimlar bunaqalarni ishdan bo'shatmaganingizda yaxshi. Albatta, agar uni qanaqadir qanaqadir yomon taraf bo'lmasa, Kozimxonaga like bu gaplariga. Narxni tushirmasam savdo bo'lmayapti. Narxni tushirib yuborsam foyda qolmayapti. Nima qilishim kerak? Juda ko'p bizneslar aynan mana shu muammoga duch keladi va iloji yo'q narxni tushiryapman deydi va narx urushiga kirishib ketadi. Narxlarni pasaytiradi. Bunga javoban uni raqobatchilari ham narxni pasaytiradi. Keyin bu yana nima qiladi? Yana narxni tushiradi. Va narxni tushirish
to oxiri tannarxgacha olib keladi va Shunaqa. oxir oqibat bu vaziyat hech kim uchun foydali emas. Mijozga Na siz faqat uchun, foydali. na raqobatchilaringiz uchun, na mijoz uchun. Ya'ni qisqa muddatda narxni tushirish sizni savdoyingizni oshirib beradi, lekin uzoq muddatda bozordan chiqib ketishingizga sabab bo'ladi. Sizni mahsulotingiz berayotgan qiymatni qadrlaydigan mijozlar bazasini shakllantirasiz va mana shu sodiq mijozlar sizni berayotgan qiymatingiz uchungina tanlashni boshlaydi. Arzonroq narx berganingiz uchun emas va ular sizni mahsulotlaringizni ular arzon bo'lgani uchun emas, ular qo'shimcha qiymat bergani uchun xarid qilishlari kerak. Agarda siz qo'shimcha qiymatga urg'u bermasdan faqatgina arzon narxlar bilan raqobatlashaman desangiz, uzoq muddatda bozordan chiqib ketasiz. Zo'r gap bo'ldi. Ko'pincha mana shu haqida gaplashishmaydi. Narx bu siz xohishingizdan kelib chiqishi kerak emas, bu siz fin modelingizdan kelib chiqishi kerak. Ya'ni sizda qancha tan narx, qancha marja qo'yapsiz. Bundan tashqari siz bitta hozir filialingiz bo'lsa, ertaga kengash, sizda qo'shimcha xodimlar bo'ladi, brendga tikishingiz kerak, marketingga tikishingiz kerak. O'shaning uchun arzon narxda siz qachon kengaya olmaysiz, qo'shimcha filiallar ocha olmaysiz. Arzon narxda raqobatlashsangiz, shu demping qilib, shunga yarasha mijozlarni olasiz, ya'ni eng arzon narx qidirib yurgan mijozlarni olib kelasiz. Ular esa ko'pincha juda ham urushqoq bo'ladi, talashadi. Bu narsaga qo'shilaman. Sizning taraflarimdan deb ayta olaman. Narx arzon qilsangiz tizimlashtiramiz ertaga biznesingizni. Chunki kengayganingiz sari sizda qo'shimcha xarajatlar kelib chiqadi. Siz ya'ni ko'p foyda qilib, o'sha foydaga yana qo'shimcha filiallar ochishingiz kerak-da, kengayishingiz kerak. Qanaqa qilib kengayasiz? Agar foyda yo'q bo'lsa yoki foyda siz faqat siz oilangizni boqishga ketayotgan bo'lsa. Bu temani o'zi ko'pincha odamlar gapirmaydi, lekin mana Aziz aka podkastdan qilganmiz, aktivni o'sha yerda mana shu mavzuni olib chiqqandilar. Tadbirkor bo'lsangiz, shu yilning oxirigacha daromadingizni kamida 2 barobar oshirish uchun nimalar qilishingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir bu savolning javobini Ibrohim aka Guliyanovdan bilib olamiz. Asosiy 3 ta omil deganda nimalarni sanab bergan bo'larsiz, Ibrohim aka? Men nazarimda birinchi omil bu fikrlash tarzi. Alloh taoloning boyligi xohlagan bandasiga berish mumkin-da. Xohlagancha berish mumkin. Hop, ikkinchi narsa, har bir biznesda ustki go'rlashga bo'ladi. Ya'ni o'sish nuqtasini belgilab beradigan tor joyi bo'ladi. Mana shu joyni topish kerak bo'ladi. Har bir biznesda har xil bo'lishi mumkin. Qaysidir bir biznesda bu marketing bo'lishi mumkin, qaysidir bir biznesda bu sotuvchilar yaxshi ishlay olmayotgan bo'lishi mumkin, qaysidir biznesda kadrlar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtani topish kerak bo'ladi. Tushunchalar to'g'ri bo'lsa, har qanaqasiga yechim topaman degan bir nastroyka bo'lsa, ustki go'rlashgan topadi, yechim ketaveradi, topadi, yechim ketaveradi. Uchinchi narsa shaxsiy brend. Shaxsiy brend. Sizning temangiz. Bu korxonaning ortida kim turibdi? Unga qiziqishyapti. Ya'ni mijoz bilan kompaniya o'rtasida, brend o'rtasida ishonch o'rnata olish savdoni oshirib olib keladi. Ajoyib. Katta rahmat. Fikrlariga sizdan qo'shilgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yishingiz. Nimadir yo'q qo'shilamiz, nimadir yo'q. Bu yerda misol uchun biznesni daromadni 2 barobar oshirish haqida bolalar tayyorlashdi. Bu meni temam emas. Men tizimlashtirish bo'yicha asosan shu mutaxassisligim. Ustki go'rlashga joyi qo'shaman. Bu juda ham muhim. Agar siz misol uchun 2 barobar, 10 barobar kengaymoqchi bo'lsangiz, qayerdadir sizda o'sha ta'minotda bo'lsin, sotuvda, omborda tiqilib qolayotgan joy bo'ladi. Siz uni to'g'rilamasangiz, hech qachon 2 barobar o'sa olmaysiz. Tizim shunga, ya'ni infratuzilma yaratib beradi. Qolgan joylarni endi mutaxassislar o'zligisi yaxshiroq bilishsa kerak. Misol shaxsiy brend qiladigan odam shaxsiy brend rivojlantirish uchun ixso'sas deyishi mumkin. Kim marketologlar, sotuvni oshiradigan odamlar boshqa narsani aytishi mumkin. U meni mutaxassislik emas, lekin ustki go'rlashga joyi bilan men qo'shilaman. 2 barobar, 10 barobar o'sish uchun siz o'sha biznesingizni fundamentini to'g'rilashingiz kerak. Ahmoq rahbarlarni hammasida shu 3 ta odat bo'ladi. Birinchisi, hamma narsani o'zi bilish, mutaxassisni ishga olib, unga ish o'rgatadi. Aqlli rahbar o'zidan kuchliroqlarni yig'adi. Ahmoq rahbar esa faqat robotlarni. Ikkinchisi, mayda nazorat, xodimning har bir qadamini poylaydi. Oqibatda mas'uliyat bo'ladi. Xodim esa shunchaki buyruq kutadigan bo'lib qoladi. Uchinchisi, faqat aybdorni qidirish, muammo chiqsa yechim emas, qurbon izlaydi. Bunday joyda xodimlar xatodan qo'rqib, yangilik qilmay qo'yadi. Bunday rahbarning yonida kuchli xodimlar qolmaydi. Xodimlarni oson boshqarib, Qori quti kitobidan ekan. Reelsni mazmuni zo'r, lekin afsuski AI da qilingan ekan. Bunisi bilinib qoldi, lekin xodimlarni ayblaydigan, mikromanejment qiladigan 100% bunga qo'shilaman. Bunaqa rahbar hech qachon katta biznes qila olmaydi. Ya'ni xodimlar mas'uliyat his qilishi kerak, xodimlar bemalol kompaniya ishlab yurishi kerak va agar nimadir o'xshamasa, agar rahbar ularni ayblab yuradigan bo'lsa, u yerda o'sish juda ham qiyin. Shaxslar ayblansa va vaziyatga muammo yechim qidirilmasa, bu вообще yaxshi emas xullas. Bunaqa kompaniya hech qachon gullamaydi. Bu Reelsga qo'shilamiz. Undan tashqari bu yerda mana ahmoq rahbar endi
juda ham qo'pol ishlatilyapti. Bundan tashqari yana o'z ustida ishlamaydigan hamda rivojlanmaydigan rahbarlarni ham qo'shib ketsa bo'ladi, chunki menejment kundan kunga rivojlanyapti, har xil instrumentlar qo'shilyapti. Albatta ba'zi o'zgarmayapti, ba'zi odamlarning boshqaruv bazasi, psixologiyasi o'sha, lekin har xil instrumentlar paydo bo'lyapti. Mashqga 4-chi qilib o'z ustida ishlamaydigan rahbarlarni ham qo'shib ketsa bo'ladi. Dunyoda 8 milliard odam bo'lsa, shuni bir 1000 ga ko'paytirish shuncha fikrlar bor. O'shaning uchun hammada o'zining fikri bor. Ijtimoiy tarmoqlarda har xil odamlar bor. Bizda, ya'ni O'zbekistonda hali bunaqa qonunlar yo'q. Istalgan odam hozir chiqib gapirib chiqa oladi o'z fikrini, mutaxassisligi bo'lsa bo'lmasa ham. O'shaning uchun kimni ko'rmasangiz ham, men tavsiyam o'zingizni filtringizdan o'tkazing. Bir narsa odamdan eshitsangiz, bo'lishi to'g'ri ekan deb o'ylab qolmang. O'z izlanib ko'rishni ham tavsiya etaman. Bugun esa meni fikrlarim edi. Bularni ham albatta absolyutga qabul qilmang. Qattiq biz ham adashishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarni o'zi albatta meni tavsiyam limitga qo'ying, kamroq ko'ring, 1 soatdan ko'proq ishlatmang kuniga. Chunki real hayot bor, real hayotda ko'proq bilimlarni o'rganing va biznesingizni qo'llang. Ishlarga omad. Bu videoni ko'rganingizdan keyin siz ikkita yo'ldan ketishingiz mumkin. Birinchi yo'ldan ketadigan bo'lsangiz, mana shu usullar orqali o'zingiz biznesingizni tizimlashtirasiz, delegирование qilasiz, reglamentlar yozib, strukturlar tuzib. Ikkinchi yo'l esa, bu narsaga agar navbatda vaqtingiz yo'q bo'lsa, siz mutaxassislarni jalb qilib, ular orqali mana shu ishlarni qildirishingiz mumkin. Endi qaysi yo'l kimga to'g'ri keladi? Birinchi yo'l biznesni yaqinda boshlagan va yoki anchadan beri boshlab turib yaxshi foydaga hali chiqmagan kichkina korxonalarga tavsiya etiladi. Misol uchun sizda aytaylik 5 ta 10 ta xodim bo'lsa va siz yaxshi hali foydaga chiqmagan bo'lsangiz, хотя бы oyga misol uchun $10,000 sof foydaga chiqmagan bo'lsangiz, mana shu barcha etilgan ishlarni o'zingiz qilishingiz tavsiya etiladi, chunki bu etapda siz balkim o'zingiz qilganingiz sizga ham arzonroq, ham foydaliroq bo'ladi. Chunki hali sizda ob'yom juda ham katta emas va sizda bo'sh vaqtingiz ko'proq. Agar siz biznesingiz allaqachon yaxshi daromad topayotgan bo'lsa, o'zini biznes modeli bo'lsa, o'zini moliyaviy modeli bo'lsa va sizda tizimga tikishga o'zingiz moliyingiz bo'lsa, unda mutaxassislar orqali qilganingiz yaxshi, chunki bu holatda siz sarmoyalaringiz o'zini oqlaydi va bu ishlarni agar o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, ko'proq vaqt va pul yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun siz, ya'ni kattaroq ob'yomda ishlayotgan bo'lsangiz, bu narsaga vaqt ajratmasdan mutaxassislar bilan qilganingiz yaxshiroq. Bu holatda biz o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Turg'unov konsalting jamoasi 25 tadan oshiq loyihalarni amalga oshirgan. Biz turli xil sohalardagi bizneslarga reglamentlar, biznes protsesslar, strukturlar tuzib berganmiz. Bizning eng asosiy afzalligimiz, biz faqat IT kompaniya emasmiz. Ya'ni biz ERP tizimli quramiz, lekin bizning yondashuvimiz menejment orqali. Ya'ni biz boshida biznesni o'z tizimini to'g'rilaymiz. Agar faqatgina biznesingizga programma qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, lekin xodimlarning orasidagi mana shu hujjatlarning orasida sizda bardak bo'ladigan bo'lsa, unda programmingizdan natija bermaydi va yaxshi qanaqadir tizim kompaniyangizda qura olmaysiz. Shuning uchun biz ham menejment taraflama, ham IT taraflama bizneslarni davolab kelamiz. Biz bilan bog'lanishda ikkita usuli bor. Birinchisi, ariza qoldirsangiz bo'ladi. Siz ma'lumotingizni to'ldirasiz, biz sizga aloqaga chiqamiz. Ikkinchisi, agar siz biznes egasi bo'lsangiz va hamma narsani ko'rib chiqib, to'g'ridan to'g'ri bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, mana Telegram username qoldirgan, menga to'g'ri yozsangiz bo'ladi. Sog' omon bo'linglar va albatta biznesingizni tizimlashtirib kengayib yuringlar.